Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Chingiz Aytmatovning birinchi muallim asari haqida gaplashamiz. Asar haqida muallif Chingiz Aytmatov. Janr kichik roman. Yozilgan yili 1962-yil. Asosiy qahramonlar: Buyishin yosh, fidoyi, halol, qat'iyatli muallim. Oltinoy yetim, bilimga chanqoq qiz, keyinchalik olima. Qishloq aholisi savodsizlik va eski urf-odatlar ta'sirida yashovchilar. Asarning asosiy mavzusi savodsizlikka qarshi kurash, qizlarning ta'lim olishi, muallimning fidoyiligi. Asar Oltinoy ismli ayol olimaning xotiralari asosida hikoya qilinadi. U o'zining bolaligi, birinchi maktabi va unga yo'l ko'rsatgan birinchi muallimi haqida eslaydi. Qahramonlar yashaydigan qishloq juda savodsiz, qashshoq va orqada qolgan edi. Shu qishloqqa yosh va tajribasiz, ammo g'ayratli muallim Buyishin keladi. Buyishin oddiy bir qishloq bolasidan chiqqan savodli, halol va orzuli yigit edi. U bolalarni yig'ib, eski otxona binosini maktabga aylantirib, dars bera boshlaydi. Qishloq aholisi boshida uni masxara qiladi, qarshilik qiladi. Lekin Buyishin hamma qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh beradi. U o'z shogirdlaridan, ayniqsa Oltinoyga katta e'tibor beradi. Yetim bo'lib ulg'aygan, lekin bilimga chanqoq qizni qo'llab-quvvatlaydi. Natijada Oltinoy o'qib, katta olima bo'ladi. U yillar o'tib, o'zining birinchi muallimini eslab, uning fidoyiligi hayotida hal qiluvchi rol o'ynaganini tan oladi. Xulosa qilib aytganda, birinchi muallim asari oddiy muallim Buyishin orqali ilmning kuchi va ta'limning hayotiy ahamiyatini ko'rsatadi. Muallimning fidoyiligi tufayli bir yetim qiz Oltinoy hayoti butunlay o'zgarib, jamiyatga foydali inson bo'lib yetishadi. Asar bizga muallimlarni qadrlashni, ilmga intilishni va insoniylikni o'rgatadi.